Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Kia 270 so'rlarimiz xudo xolasa tayyor, lak holatda. Hozirgina sveji holatda lakini sepib bo'ldik. Ko'zsiz olifta taxtalardan ishlanildi bu ishimizdan. Idealniy holatda, laklariga e'tibor bering, yaltillashiga. Qo'yiq sepib berdik buni chiroyli holatda. O'ziga yarasha chiroyli holatda chiqqan so'rimiz. Ko'zsiz toza taxtalardan ishlatildi. Ikkita so'rimiz tayyor holatda. Ko'rishingiz mumkin. Aka-ukalar, kimga zarur bo'lsa, ekranga nomerlar qo'yib ketyapman. Bemalol bog'lanishlaring uchun aloqaga chiqib, zakaz bersalaring, sizlarga ham tayyorlab beramiz. Srochniy telefon qilsalaring, o'zlaringga yetkazib berishimiz mumkin buni ham. Egasi chiqib qolmasdan. Bizda bozorga shunday olib chiqiladi, sirazi sotilib ketadi yangi so'rimiz. Shuning uchun sirazi telefon qilsalaring, dastavka qilib chiqaraveramiz aytgan joylaringga. Buni narxiga keladigan bo'lsak, bu padlak so'rimiz 3.600.000 so'm. Dastavkasini kelishamiz. Salomat bo'lasizlar, bizni kuzatishda davom etasizlar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Omon bo'linglar, birodarlar.